Boy bo'lsa o'ziga, qizim yashamaydi bu yerda. Olib kelsak olib ketaver. Alab yo'qqa boqqan qizimdi. Mersi ham boshda qolsin. Qanaqa mers? Ana, erimniki-ku. Tugana. Biz hazillashuvdik, aylanib ketdik. O'tirishingizni qarang, Nusran davomiga o'xshab. Qabul qilmayman. Seni qizingni deb men o'g'lim alkash bo'lib qoldi. O'g'ling alkash? Mers mashinasi boshidan qolsin, yur bu yoqqa. Alkash bilan yashaydigan qizim yo'q. Voy, 20 minutdan beri yuribmiz, namuncha hovlilar tugamaydi. 15 gektarda. Qancha? 15 gektar. Aynan Xudo, qizimni o'g'lingizga rahmi keldi. Alkash bo'lsa ham yashayman deyapti. Unaqa demadi. O'chir. Lekin aytib qo'y, o'g'lim hozir nogiron bo'lib qolgan. Quyosh qilar jiz. Sal qolsa nogiron bolasi bilan seni yashattirardimi? Ko'zlarimni shira bosdi bolam. Mana nima? Ha, bu Brokoku zamonaviy va mazali qandolat brendi. Tarkibi ham o'ta sifatli, o'zini hamyonbop narxlari bilan ajralib turadi. Har xillari bor. Rostdan lekin mazalidek yaxshi ko'rishadi. Shu korobkalar olib kelib qo'yishgan. Ha, men o'zlarini zavodi bormi deb o'ylabman. Yo'q, o'ziniki emas, lekin bularning o'zini 20 ta zavodi bor. Qancha? 20 ta? Xudo, o'tirishingizni qarang. Qizim aytayapti, aqlda tarbiyani men berganman. Sog' paytida yonida edim, nogiron paytida ham yonida bo'laman deyapti. O't. Mayli, roziman. Faqat ular farzandli bo'la olmaydi. Oyi, bular meni to'pikka tiqyapti. Mol dunyo o'tkinchi bolam. Farzandsiz qanday yashaysan? Hozir tur. Oying qayoqqa ketdi? Bilmasam. Mana Xudojon, bolajonlar deb olib keldim, muammo hal. Qizim, mana sutdan chiqqan. Boqib olasizlar, ota-onasi boqmayotgan ekan. Oyi! Ko'p yashing, baxtli bo'ling. Vashshi sifatsiz uni hech pulga oluvdinglar buni? 75 ming nima edi? Kiydirib yuborishibdi. 15 ming nami nima edi? Xush kelibsizlar, kelinglar. Kelin mehmonlar. Ha, xush kelibsizlar, kelinglar. Nima qarab o'tirdinglar? Menda hammasi original turetskiy. Voy o'zi, o'rganib qolmay xush kelibsizlar. Oyijon, oyimikiga 3 kunga borib keling. Yo'q, 1 kunga borasiz. Sizniki emas, meniki emas. O'rtasi 2 kun. 1 kun. Bor baraka 2 kun. Voy, boring keting. Rahmat. Shu oyoq kiyimim qisvatdi-da. Ovring, bu yana hali tashiydi. Voy, sizga nima? Voy, refleks bo'lib qo'yandi. Kelin, sizga yordamlashmoqchi edim. Kiyimimni alishtirib olay. Ha, bo'ldi, voy, almashtiring. Voy, boshqa xonani nazarda tutgandim. Voy, uzr. Odat. Zo'r turdimi? Ha, chotki yaxshi kulardiki. Klient jo'natyapman deb o'ylama. Zebo, oq kiyimlarimni dabdalatishib ketyapti-da. Sen bozorda ishlaysan, qayerdan sotib olsam bo'ladi? Voy, yangi sotib olish shart emas. Tog'oradagi qaynoq suvga 9 ming so'mlik bavidan 2 ta dona solib, kiyimlarni solib 10 minut ivitib chaytashsan bo'ldi, yengidek bo'ladi. Bering bu yoqqa. Kislorodli tozalovchi-ku, bavi mutlaqo Germaniya xom ashyosidan ishlab chiqarilgan O'zbekistondagi nomer 1 tozalovchi vosita. Voy, biram zo'r kelinsiz, bozorchi kelin, barakali kelin ekan. O'zizga o'xshagan qiz yo'qmi? Kenjamga kelin qilardim. Bor, bitta shunaqasidan o'zim radnoy singlim. Ko'p yashing, baxtli bo'ling. Assalomu alaykum. Bu rostdan ham singdingizmi? O'xshamaydi, qop-qora bu. Endi men do'kon ichida savdo qilganman. Bu tashqarida quyoshda savdo qilgan. Nechta qorayib ketgan. Yoshlikda xolinikiga borsang nimalar bo'ladi? Quruq bor bo'lmaydi, uydan обязательно nimadir olinadi. Uyat bo'lmasin deb yoniga 2 ta issiq non olinadi. O'zi ham mahallani boshidagi Naima xoladan g'iybat boshlanib, ertalabgacha davom etadi. Lekin men boshqa narsadan mazza qilaman. Men bu 2 ta jiyanimni urushtiraman. Bir-birini tindalaganni oyisi ko'rib qolmasligi uchun qo'liga naski ham kiydiraman. Ana, men tengi xolavachcham ham keldi. Ustidagi kiyimlarim meniki-yu, urushib qolsa yuziga solaman. Voy, bu mayli, o'g'il bola xolavachcham ham kiyyapti. Mayli, o'zi men ham erga tegib ketgan opasidan olib kiygan edim. Kiyim o'zligiga qaytibdi-da. Xolavachchalarim bilan umuman zerikmayman. Har xil o'yinlar o'ynaymiz, chodir yasaymiz va yana обязательно bitta qarindoshchi to'yi ko'riladi. Eng qizig'i bu oldin ham 4 marta ko'rilgan va doim to'y ko'rayotganda aytiladigan gaplar. Voy, qara, o'shada Sayfulla do'da tirik ekanlar. Nodira buvini qarang, o'lishlaridan 3 kun avval qanaqa beg'ubor yurgan ekan. Qoyil, to'y ko'rib ham yig'lasa bo'ladi, a? Ertasi kuni adam ruxsat bersalar, obedda ham qolib qiyinroq bitta ovqat qilinadi. Dasturxon, idishlar yog', kir bo'ladi. Kim yuvadi? Albatta ikkita qulvachcha. Har qalay uyligida bavi bor ekan. Tog'oraga qaynoq suv solib, bavini solib, dasturxonni ivitib, keyin sovinda ish qilaveramiz. Keyin idishlarni ivitib, suvda chayvorsak bo'ldi. Bu ishlardan keyin xolayni bitta aytishlari kerak gaplari bor. Zebo, rosa chaqqon qizda, shuningizni o'zim kelin qilaman. Va doimgidek bundan keyin men yig'lab ovqatlanaman. Pak
Buni nima xitoycha kiyim bo'lgan? 14 yil Xitoyda yashaganda o'rganib qolgan. Voy, obedga nima ovqat qilarkan? 因一阳之味道，仔细东来。 Bolam xotini ovqat qilmasin. Xo'p, Zebi 14 yil Xitoyda yashab, o'zbek sho'rvasini sog'ingansan-man. Qoshiqda ol sho'rvadan-chi. Nima cho'p deyman? Suvini-chi. Xotin yana burchakda nima qilyapti? Bu yerda kalamushdan boshqa hech narsa yo'q-ku. Zebo! Xitoyda yashagan degani kalamushni ham yevoraveradi degani emas-ku. Lekin men yedim. Kelin, nimalar yeysiz? Qiziqdim-da. Birinchi ovqatga buni solamiz. Keyin nordonroq achchiq bo'lishi uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lishi uchun bundan solamiz. Keyin yana ham achchiq bo'lishi uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lishi uchun buni ham solamiz. Oling. Ana, osh qilishni ham o'rgandingiz. Endi ustiga go'shtlarni soling-da, olib chiqing. Xo'p bo'ladi. Marhamat, osh bo'lsin. Abi ham go'sht-ku. Ya kelin, qozonni ham tozalab yumabsiz-ku? Yaxshi tozaladim, u ketmadi-da. Kim tozalaydi buni? Bo'ldi, janjal qilmanglar. Mana bu bavi degan narsa bor, oyijon. Buni tog'oraga 2-3 qoshiq solib, issiq suv solib, keyin o'sha idishlarni solib uvitib qo'ysangiz, 10 daqiqadan keyin sovuq suvda chayib olsangiz, top-toza bo'ladi. Bu allergiya bermaydi. Uni ustiga bu Germaniya mahsuloti. Mana kelin bo'larkan-ku, krevetka, haligi 8 oyoq qilmasdan o'sha go'shtdan pishirib bersangiz. Qo'shni, mushugimni ko'rmadinglarmi? Topolmayapman. Sog'inib qoldim-da. Sog'insiz ertaroq yeymizmi? Hozir yeb tugatding. Qani kelin pasha qo'shlarga bir kel salom. Voy, ayiqlardan kelin qilsalar-da. Uzr oyijon, kelincha kiyimimni kiyishga ulgurmadim. Shoshotdim ishga. Endi yangi kelinsiz, eringiz chiroyli kiyimlaringizni kiyib kutyapti. Xo'p bo'ladi. Men keldim. Assalomu alaykum. Nimasiz? Eng chiroyli shu-da, oyijon, eng qimmati yana shu. Ertaga onamni tug'ilgan kunlari ishxonangdagi animator o'rtoqlaringni olib kelib bir chotki qilib nishonlamaymizmi? Bo'ldi, yuz qilamiz. Oyijon, tug'ilgan kunlaringiz bilan umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Voy, mana buni shirinligini qaranglar. Voy, buni ichida kim bor ekan? Voy, erkalarishlaringdan aylanib ket. Voy, yuli. Anaqa o'zi ko'pchilik buni ichida chiroyli odam bor deb o'ylaydi. Voy, men ham bitimni to'kib o'ynagim kelyapti-yu, uyalyapman-da. Yeslichi mashinada ikkita ayiqchalik kiyim bor oyijon. Bizligimizni hech kim bilmayapti, kelin. Mardaq yur oyijon. Biz tekshiruvdanmiz. O'g'rilik bo'lgan. Hamma yuzini ochsin. Kelin, tushing, foydasi yo'q. Ikkalani yechmaskayni. Sharmanda bo'ldingiz oyijon. Ikkalamiz ham birga sharmanda bo'ldik. Nima qilyapsan, Zebo? Ishimni yig'ishtiryapman, bolamni o'yladim. To'g'ri qilibsan bolani o'ylab. Men bo'lsam, seni o'yladim. Nima bu? Mana! Bo'ldi, yopamiz. Senga hayajonlanish mumkin emas. Doktor Amitga hayajonlansangiz tug'ib qo'yasiz. Tug'olmasam ko'rsatarsiz. Va nihoyat bugun kelinim bilan biramni olib chiqaman. Umarovning otasi kim? Amandan, lekin oyisi qani buni? Mana Mamitda-ku. Qanday 500 ming yonimizga qolsin deb o'zim kutib olishga chiqdim. Umarov oyisi zo'r. Kelindi qurti bor ekanda. Voy uzr oyijon, 10 yil raqsga borganman, qo'shiq eshitsam o'ynab ketiraman, eshitmasam tura olmayman. Bir sinab ko'raylikchi buni. Oyijon, choy. Oling oyijon. Uzr. Olib kiring mehmonlarga. Xush kelibsizlar. Alo. Ha, lekinlamay o'ylab bor yo'q. Oyijon, stolimiz oddiyroq bo'lib qolganki, ovqatga ham masalliq kerak. Kakras korzinkaga boraylik-da, yuring. Hozir korzinkada keshbek kunlari bo'lib o'tyapti. Endi dushanba, seshanba, chorshanba kunlari korzinka plus kartasi bilan katta keshbek olsangiz bo'ladi, kelin. Keshbek ma'lum bir turdagi hamma mahsulotlarga beriladi. Har kuni mahsulot turi ham, keshbekda miqdori ham o'zgarib boradi. Aytgancha, yig'ilgan keshbeklarni 30 kun ichida keyingi xaridlar uchun bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu katta keshbek kunlari korzinka mahallada ham amal qilarmikin? Aha, korzinka go orqali uyga buyurtma bersangiz ham bo'laveradi. Menda korzinka plus kartasi yo'q, nima qilsam bo'ladi? Unda kartani Telegram botga kirib, bitta tuymani bosish bilan olsangiz bo'ladi. Zo'r
bozorlik qildik. Nimasini aytasiz kelin? Ye kelin, ye kerak emas bu qiziqishga bu. Ye buni qilmang. Ha, kelin o'ynang, bozorlik qilamiz, kechbek olamiz, o'ynang, kelin o'ynang. Kelin salaqmay uxlab yotdi buning. Bu lunatik-ku, kechqurun tushida u ishlarni qilib chiqqan, shunga charchab qolgan. Tushida ish qilib chiqqan. Qo'rqmang, oyi. Tushiga skiroz-da, shunga kelin salom qilyapti. Soat 2dami? Tushlasam ananas baqiryapti. Qattiq uryapsizlar? Uzroyjon, tushimda ananas tishlayotgandim. Avcharkanmi nima balo? Endi nima qilyapti bu? Tushida kuchuklardan qochyapti. Tishlab olmasa bo'ldi ish qildi. Bugun tushiga nima kirdi? Tushimda bo'ri bo'lib qolman, qo'ylarni g'ajib yeb tashadi. Bolam, qo'yimizni bo'ri yeb ketibdi. Zebo, sen rostdan qo'ylarni g'ajibsan. Ehehey! Mana baqiring. Baqir. Ha, bugun tushlariga uy ishlari kiritdimi deyman-da. Zo'ra. Kirlarni ham top-toza qilib yuvyapti. Mana shuni dog'ini ketkazolmadim. Nimada yuvyapti ekan, ha? Bu Bavida yuvadi-da. Buchi Germaniya mahsuloti. Allergiya bermaydi. Xriyamchi boshni og'ritmaydi. Maza qilib ishlatingiz bo'ladi. Ushing. Mana qarang, qo'liga ham hech nima qilmagan. Zo'r ekan-da. Da. Oya, anu lunatik tomda yuribdi, qarang. Qo'liga shupurgini ber, bir yo'la tomni shupurib chiqsin. Rostda. Nimaga tomdan o'zingni tashlading? Shunda uchar sifirga topib oldim. Minib uchdim. U yog'ini eslolmayman. Shupurgini tomni shupursin deb berdim. Olib uchib ko'rishni qaydan bilay? Yangi uylarga moslashib qoldingmi? Adamni kuzatib qo'y. Yaxshi borib keling, adajon. Yaxshi o'tiringlar, men ishga ketdim. Qani, ketdi, toychoq. Ben senga tushuntirib beraman, sen o'ylagan narsa emas. Endi tushundim. Nogironsingizni davolatish uchun adash shu ish qilyaptilarmi? Vahima qilmang keyin. Bugun tunnelga chiqishim kerak edi, repetitsiya qilyapman. Bu uyda halol ishlab pul topadigan odam bormi? Bozorlardan savdo qildim bolamga deb. Vot, mana tuppa-tuzuk qo'shiq aytadigan odam bor ekan. Oyjon, ovozingiz shunaqa zo'r ekan. Qayoqda qo'shiq aytasiz? Bozorlarda bugun O'rizorga boraman, yaxshi pul tushadi. Ketaman. Men bunaqa mashinniklar bilan yasha olmayman. Mersmi? Adajon, yaqinda mer soluvdilar. Yaqinda menga ham uy olib berishdi. Iskandar Buildings. Yunusobod 16-kvartal ro'parasidan loyiha hozir 13-etajda 5-blok sotuviga start berilgan. Agar boshlang'ich to'lov qilsa, 2 oylik to'lov 5 million 700 mingdan ekan. Ana oyim ham lida kelib qoptilar. Mana shu sendan yashirgan oilam. To'g'ri tushunaman. Bu oila senga to'g'ri kelmaydi. O'sha uchun mayli, xafa bo'lma, ketsang ketaver. Uy, Iskandar Buildings. Mers. Oyjon, sizlar sostavilarga точно bitta ko'r kelin kerak. Ertadan qaysi bozorga chiqamiz? Chorsa. Yangi kelin hayotida nimalar bo'ladi? Ertalabdan eringni kerak bo'lmasa ham ko'cha supurishga billa olib chiqib turg'izib qo'yasan. Zebo nima qilyapsan? Supurib olma. U taraf qo'shniniki Zebo. Ha, voy. Qaynaning hamma narsani joyini ko'rsatsa ham baribir esingda qolmaydi. Qayta so'rashga uyalib eringga qilasan. Umid aka, muruch qayerda? Ishdaman, oshxonaga qarasang topasan. To'g'rani ham topolmayapman. Menimcha spalnida bo'lsa kerak Zebo. O'zingni begonadek his qilasan. Ering kelsa sal xotirjam bo'lasan. Keldingizmi, buncha qolib ketdingiz? Zebo, yangi yil munosabati bilan Iskandar Buildingsda ish ko'paygan. Endi boshlang'ich to'lov 30% emas, 10% dan oylik to'lov ham 48 oyga bo'lib to'lashga beryapmiz. Boshlang'ich to'lov necha puldan ekan? Bir xonali uyni boshlang'ich to'lovi 41 million, 2 xonaliniki 48 million, 3 xonaliniki bo'lsa 77 million 900 ming so'mdan. Zo'r-ku, aksiya qachongacha bo'lar ekan? Aksiya shu yil 30-dekabrgacha bo'lib o'tadi. Lokatsiyani bilasan-a? Mezbon loyihasi Yunusobod 16-kvartali shundoqqina ro'parasida. Voy, sizga kelin salom qilish esimdan chiqib qopti. Bo'pti, qil. Salom qiladiganim topolmayapman. Uyquga ham to'ymaysan, lekin qaynanang oldida har doim sergak turishing kerak. Oying telefon qiladilar, sog'inib yig'lab borasan. Oy, sizni sog'inib ketdim. Oying ham bezlarcha yengili yo'qmi deydi. O'zi 3 kun bo'ldi kelin bo'lganimga. Asal oyga bilasanmi, ering seni qayoqqa olib boradi? Qarindoshlarinikiga o'zingni begona, ortiqchadek his qilib oshxonaga chiqib ketasan. Qaynanang bo'lsa qarindoshlariga seni kamchiliklaringni aytib yomonlab o'tiradi. Ana, kelinlik hayotiga xush kelibsiz, kelinchak. Kelinchak, o kelinchak.
oyijon xush kelibsizlar ishxonamga. voy xotining qassobmidi hali? Zo'ru har kuni uyga go'sht boradi. Bo'g'ib tur, hozir borib so'yib tashlayman. Ey shirin qo'y asal. Hayvonlarga mehribonligini bilmasdim lekin. Hozir shuni so'yamiz ushla. Tugadi ish vaqti ham. Bitta romantika qilib selfie tushaylik-da. Boltaga balo bo'lmaydi. Sen bilan romantika qilib bo'lmaydi. Mana joyi shirin-da. O'g'lim xotiningni olgin, meni qo'rqityapti. Xo'roz jonga tegdi-da. Hozir hal qilaman. Boshqa ovozini chiqarmaydi. Bilmagan narsani kesib tasharkan-ku bu. Qonxo'rcham, bugun nima ovqat yeymiz? Qo'y kalla. 3 oydan beri faqat qo'y kalla, mol kalla, tuyoq. Shularning dastidan qo'shini kuchiga uyimizdan ketmaydigan bo'lib qoldi. Bugun 4 ta qo'y yag'anat kelaman. Shuncha pulni nima qilasan o'zi? Ishonchli kompaniya Iskandar Buildings mezbon loyihasidan hozir yo'q qo'ysam, bitgandan keyin 2 barobar qimmatga sota olaman. Yoki arendaga berib qo'ysam, passiv daromad. Uni ustiga lokatsiyasi ham zo'r. Menga o'xshagan sifatli materiallardan qurishyapti. Odam qizdiradigan go'sht ekan-a? Keliningiz bugun bo'g'u suyibdi. Bo'g'u go'shamizda ommalashibdi-ku. Qo'shni kuchugim ko'rmadinglarmi? Silakda yuruvdi-da, yo'qolib qoldi. Zebo bu meni ham qizdiryapti-da. Bu точный bo'g'u go'shimi? Bo'g'u.